Aman Nisaxon 1534-yili Tiznab daryosining oxirgi iqiniga joylashgan hozirgi Yakan nahiyasining Qumush mahalla kentidagi Mahmud akaning uyida bir qiz bovoq yo'riq olamga ko'z ochibdi. Mahmud aka bilan Gul Jamila acha qizning aman esan sog'lom cho'ng bo'lishini umid qilib, uningga Aman Nisaxon deb ism qo'yibdi. Aman Nisaxon texi bovoq bo'lg'achqa ba'zida yig'lab, qag'ishlikmi qiladi ekan. Mundaq chog'larda ko'tirib tapilsimi, emitsimi, bo'shikka bo'lib tavrassimi kar qilmaydi ekan. Amalsiz qolgan onasi bir kuni tamburni tirangshitib bersa, bo'shikdagi Aman Nisaxon beshini ixtiyorsiz tambur tarafga burab, yig'idan to'xtab qopti. Bir kuni kichik Aman Nisaxon dala to'rg'iyining yiqimliq sayrishiga mahliya bo'lib, sirtqa chiqibdi va to'rg'ay ovozini texmi yaqindan anglash uchun ovoz chiqqan tarafga qarab asta mengibdi. Lekin nishonga oz qolganda to'rg'ay purrida uchib ketibdi. Cho'chib ketgan Aman Nisaxon osmonga qarag'inicha turib qopti. Kichik Aman Nisaxon bir oqshimi onasidan bilim o'rgangan odamning nomi xuddi osmondagi cho'lpon yulduzga o'xshash mangu o'chmaydiganligi to'g'risidagi hikoyani anglabdi. Shuningdan boshlab uning qalbida xuddi cho'lpon yulduzga o'xshash nomi o'chmaydigan odam bo'lish istiki tug'ilibdi. Kichik Aman Nisaxon muzikaga yerisman bo'lish bilan birga xat o'rganishga amroq ekan. Otasi kitob o'qisa, yeniga kelib olib, "Menmi anglayman" deb turib oladi ekan. Omaq qizining qizg'inligini ko'rib, Mahmud akamo uningga hikoya cho'chaklarni o'qib berish bilan birga xat yozishni o'rgatib, savodini chiqarishga tutish qildi. Aman Nisaxon tug'ilgan Qumush mahalla kenti do'lan yurtlarining biri bo'lg'achqa, avam orasida hamisha degidek do'lan mashrablar bo'lib turdi ekan. Mahmud akamo mundaq mashrablarga amroq qizi Aman Nisaxonni billa elib bordi ekan. Kichik Aman Nisaxon mashrabga borsa, sozandalarning yeniga kelib olib, butun zehni bilan soz anglaydi ekan. Kichik Aman Nisaxon har qatim mashrabdan qaytib kelganda o'z hujrasiga bekinib olib, mashrabda al nag'michilardan anglagan ohanglarni uydagi sozlar bilan takrorlab o'rganadi ekan. Ota-onasini ustoz tutib, uyida savodini chiqarib olgan kichik Aman Nisaxon muzikaga amroq bo'lish bilan birga kitob o'qishga shundoq amroq ekanki, kech-kunduz qo'lidan kitob tushirmaydi ekan. Hatto qo'y baqqil chiqqan chog'lardami kitobni billa ilib chiqib, yayloqda o'ltirib kitob o'qiydi ekan. Yeshining cho'ng'ishiga agishib, Aman Nisaxon muzika va qalam ishlarida tang yetilishga boshlabdi. Maysam, Aysham qatorliq tangtush do'stlari ba'zida uning yeniga kirib, yozgan she'rlarini ko'rib, ixtiyorsiz olqish yangrasa, ba'zida çalğan sazlarga usul oynab, ko'nglini ochadi ekan. 10 kulkining biri yig'a degandek, Aman Nisaxon do'stlari bilan xo'shal-xo'ram o'ynab yurgan kunlarning birida onasi Gul Jamila acha tuyuqsiz qazo qildi. Yurak bag'ri laxta-laxta bo'lgan Aman Nisaxon qon yomg'ir yig'labdi. Biroq kishilar uningga tasalli berib, odat bo'yicha meyitni qabristonlikqa opirib dafn qilibdi. Onasining vafotidan keyin Aman Nisaxonning barliq xo'shalligi yo'q bo'lib, qalbini qayg'u hasrat qoplabdi. Bir kuni Mahmud aka
uning hujrasiga kirib debdi. Qani qizim, satarni qo'lingizga iling. Muqam judolikning, dard alamning shifosidir. U satarni qo'liga elib, chelishga boshlabdi. Qalbidagi qayg'u hasrat yiroqlarga tarab ketgandek bo'ldi. Bir kuni Amannisaxon aytayotgan muqamni anglab, mo'linib o'tirgan Mahmud aka ishik qiqilganligini anglab, berib ishikni ochgan ekan, otliq 3 kishi yo'ldan ezib qolganligini aytib, ussizlik so'rabdi. Mahmud aka ularni uyga boshlabdi. Natonish mehmon kelganligini bilgan Amannisaxon ichkirki uyga kirib ketibdi. Mahmud aka mehmonlarni o'yildagi supiga boshlab, dasturxon selib, ussizlik beribdi. Baya mo'ngluq muqam anglagandek qilgan. Mümkün bo'lsa, aşı muqamni qayta anglagan bo'lsaq, debdi mehmonlar. Do'lan xalqi hurmatdan itoatni a'lo biladi, debdi Mahmud aka. Ondan uydagi Amannisaxonni tovlab, mehmonlarga muqam chelib berishga buyuribdi. Muqam oxirlashib, mehmonlardan biri. Muqamda o'qilgan boyqi she'r kimning? Nafisa degan shoiri kim? deb so'rabdi. Ajizalari ko'prak, Navoiy, Fuzuli, Sakkaki, Qidirxonlarning she'rini o'qiyman. Nafisa mening taxallusum, debdi Amannisaxon. Buningga ancha ishonmagan mehmonlar naq maydonda biror parcha she'r yozib ko'rsatishni talab qildi. Amannisaxon ichkirki uyga kirib, qalam, qog'oz, siyoh elib chiqqandan keyin bir oz o'ylanib olib, qo'mish qalamni siyoh milab turib, bir parcha she'r yozib o'qib beribdi. Mehmonlar qoyilligini bildirib boshlanish tutdi. Dasturxonga duo qilib, Mahmud akaga rahmat aytib, yo'liga ravon bo'ldi. 3 otliq mehmon aslida Yakanni poytaxt qilgan Saidiya xonligining sultoni Abdurishidxon va uning mahramlari bo'lib, el arlab xufiyani tekshirishga chiqqan ekan. Orda qaytgandan keyin rasmiy yo'sinda elchi avatib, Amannisaxonni dog'dug'i bilan xonishliqqa ordaga elib ketibdi. Amannisaxon ordaga kirib xonish bo'lgandan keyin Sultan Abdurishidxonning ruxsatini elib, ustoz Qidirxon bilan birga muqomlarni cho'ng nag'ma, daston va mashrabdan iborat yurishlashgan 3 cho'ng qism bo'yicha ratlab, qiliplashtirib chiqishdan iborat mushkul, ammo xosiyatlik ishqa tutish qildi. Cho'ng xonish chuchuk og'icha Amannisaxonning o'rdiga kirib, xonish bo'lg'iniga hasad qiladi ekan. Shunga u xon og'ichi bilan tilini bir qilib, Malika Amannisaxonni o'rdidan qo'g'ilib o'tish ko'yida yuriydi ekan. Xon og'ichimo Amannisaxonni tegib pas, saroliq deb qarab, o'rdiga loyiq ko'rmaydi ekan. O'rdidagi diniy zotlar orasida muqam, naqshi usulga o'shlik qiladigan bir bo'lak kishilar bor ekan. Ular soz chelib, naqshi o'qish, usul o'ynashni shaytonning ishi deb qarg'achqa, Amannisaxon bilan Qidirxonni o'rda ichini shaytonning bazmixonasiga aylantirib qo'ydi deb Sultan Abdurishidxonga chiqishtirib turdi ekan. Sultan Abdurishidxon adolatlik, ma'rifatparvar shoh bo'lg'achqa, fitna fasodchilar bilan hasadxo'r xonishning yolg'on yovdaq gap so'zlarga aslo ishonmaydi ekan. Aksicha, Qidirxon ustoz bilan Malika Amannisaxonni o'z panoyiga elib, ularning muqomlarni ratlab, qiliplashtirishdan iborat ahamiyatli ishini qo'llaydi ekan. Sultan Abdurishidxonning bosh pano bo'lib, sharoit yaratib berish orqasida
muqamshunos Qidirxon bilan Xonish Amonnisoxon muqamlarni ratlab, birlikka keltirish ishini o'ngishliq tamomlabdi. Andın yurtlardan ügenci şagirdlarni qabul qilib, ratlab, qiliplashtirilgan muqamlarni Qidirxon ustoz bilan billa o'gitibdi. Xonish Amonnisoxon Qidirxon ustoz bilan birga el ichidagi tarqoq muqam muzikalarni yig'ib, ratlab, umumyuzlik yurishlashtiribdi. O'zimi ishrat angiz, xo'shalliq qo'zg'ug'uchi nomliq bir muqam ijod qilib, uni o'zining Divan Nafisi va Qalblar suhbati, Go'zal axloq qatorliq ilmiy asarlar bilan birga Sulton Abdurashidxonga taqdim qildi. Ig'ir oyoq bo'lib, oy kuni yiqilib qolgan Xonish Amonnisoxon Haydar bog'dagi ravaqda muqam o'ginayotgan shogirdlarni yo'qlab kelgan ekan. Kutilmaganda qo'rsq og'rib, qattiq to'lg'oq tutibdi. Ahvolning jiddiyligini his qilgan shogirdlar Xonishni O'rda haramxonasiga yetkashga tutish qilib, Sulton Abdurashidxonga chaparman mang'uzibdi. El avam ishi bilan sirtqa chiqib ketgan Sulton Abdurashidxon kecha-kunduz yo'l yurib qaytib ketdi. Biroq shu qitimqi qiyin tug'utda Xonish Amonnisoxon 33 yoshida bu dunyo bilan mangulik xo'shlashibdi. Qattiq qayg'urgan Sulton Abdurashidxon Xonish Amonnisoxonga atab mahbar yostib, uni dog'dug'iliq dafn qildi.